Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Biz olgan yig'in ma'lumotlarga qaraganda, bo'libmi O'rta Osiyoda ba'zi qarindoshlar shu Amerikada bu qonun loyihasini Kengash palatasini o'tkazish uchun bu yerda i'oni yig'ish bir kampaniyasi boshlabdi. Buningdan biz yangidan xabardor bo'ldik. Ba'zi kishilar, ba'zi qarindoshlarimiz bu yerda şu bizga i'oni beringlar, i'oni to'playapmiz. Bu i'onini biz shu Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasidan Uyg'ur qonun loyihasini o'tkazish uchun ishiltmaymiz degan muddao bilan, shundaq bir iddia bilan bu pulni to'playotganligini, bu pulni yig'ayotganligini, bu i'onini yig'ayotganligini anladik. Shuningga bu yerda bir ikki so'z qilish majburiyatini his qildik. Bu qonun loyihasini Kengash palatasini o'tkazish uchun hech qanday pulga ehtiyoj yo'q. Bu Kengash palatasidan u boshqa davlatdagi qarindoshlarimiz albatta bizga destek bo'ladi, bizni qo'llaydi, lekin ularning amaliy qila oladigan hozir hech qanday bir ishi yo'q. Bu ishning hammasini Amerikadagi yurtdoshlar, Amerika Uyg'ur jamiyatining a'zolari, Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishining yetakchilari bu ishni ilib beryotdi. Bu yerda nayti 2 kundan beri bugunmi bu yerda nayti yaxshi bir shunday bir harakat ilib berildi. Bütün u yerdagi yurtdoshlarimiz, bo'libmi Virginia shtatida yashayotgan yurtdoshlarimiz, Uyg'ur Amerika jamiyatining yetakchiligida Uyg'ur kishilik huquq qurilishining hamkorligida bu ishni ilib beryotdi. Bu ishga hech qanday pul lozim emas. Shu qarindoshlarimiz berib, har qaysi senatorlarning ishxonalarni ziyorat qilib, ularni bu shu qonunga qo'l qo'yish uchun qoyil qilishga, ularningki qo'llashishga erishishga dastigiga va qo'llashiga erishishga tirishyapti. Buning uchun buningga hech qanday pul emas, pul lozim emas. Chunki Amerika u oxir qilg'in olmaydi bu ishda faqat berib shu yerda o'zining senatorlari va senatorlari, o'zining vakillari shu senatdagi Amerika Kengash palatasidagi shular bilan ko'rishib, ularga o'zlarining dardini anglatib, ularga o'zining vaziyatini anglatib, xalqimizning hozir turayotgan vaziyatini, xalqimizning shu azob uqubatini anglatib, Xitoy hukumatining qirg'inchilik harakatini anglatib, jazo lagerlaridagi o'zining tuqqanlarining vaziyatini anglatish orqali ularning qo'llashiga erishadi. Shu harakat Amerikada boshladi, bu davom qiladi. Biz bu qonunning o'tishiga umidvormiz, o'tilganligiga umidvormiz. Shuningga albatta bizningki sizlarning dastiginglarga, moddiy qo'llashinglarga, moddiy jihatdan bizni qo'llab berishinglarga ehtiyojimiz bor. Lekin vaqt kelgan chog'da biz bu murojaatni qilamiz. Hozirgi sharoitda bu qonunning Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasidan o'tkazilishi uchun hech qanday bir pul i'oni yig'ish niyatida emasmiz. Bu hech qanday kishiga sizlar bu O'rta Osiyoda bo'libmi, Turkiya va O'rta Osiyodagi qarindoshlarimizga men hozir bu yerdan shular xitob qilyapman. Bundaq bir nimaga kirmanglar. Inshaalloh kelajakda agar shundaq bir maddiyatga ehtiyojimiz bo'ladigan bo'lsa, sizlarga biz murojaat qilamiz. Rahmat.